Alo, assalomu alaykum. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz ana shulardan iborat edi. Shuningdek, bizni O'zbekiston teleradiokanalizatsiyasi OTT platformasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Xayr, salomat bo'ling. Ishsizlar sonining ham ortishiga sabab chiqib ketdi zvachga. Qora kishmish navli uzum. Nima demoqchi edim? Samandar, kayfiyatlaringiz qanday? Yaxshi, javob berdi. Samandar, bu yerda necha yildan buyon sport bilan shug'ullanib keladi? Asalchilik bilan shug'ullanib kelayotgan Aziz aka familiyangiz nima edi? Aziz aka mana shu sexni tashkil etgan sektor rahbaridan yordam so'raganmisiz? Sektor rahbari o'zimman-da. Zeboxon oltin medal sohibi. Zeboxon sizni ham tabriklaymiz. Rahmat, hozir juda marhamatzodaman. Botirova Roziyaman, jiyanim Komiljonov kimniki? O'qitadi. 3 yil o'tizdi, boshqasi. Mayli, qaytadi. Ishsiz fuqarolarimizni ish bilan ta'minladik. 37 nafar fuqarolarimiz ish bilan ta'minladik. Keksa avlodni birinchi galdagi vazifasi hisoblanadi. Hammanglar ota-onalarni yaxshi urug'idan bo'lgan bo'linglar. Onginglar ham mustahkam bo'ladi. Yetirmagan urug'idan bo'lgan erkak ayollar hammasi ko'kga ham mot bo'ladi, oshqozonga ham mot bo'ladi, kalasi ham yaxshilanadi. Qoni ham kam bo'ladi. Ovqat ham hazm qila olmaydi. Shuning uchun hammanglar ota-onalarni yaxshi yetirgan urug'idan bo'linglar. Yigitlar yuzga borganda ham o'zgaringiz bor.